tushunmadim. Shunda ataylab Namanganga choy ichgani keldingmi? Zo'r choydan ekan. Oolong Tea House bu Namanganda ochilgan choy uyi. Choyxo'rlar uchun jannatda o'zginasi. Chunki bu restoranda naq 100 xildan oshiq choylar tayyorlanar ekan. Egalari ham choy sohasida juda ham ko'p yillik tajribaga ega odamlar ekan. Restoranda ikkita umumiy zal, 4 ta alohida xonasi bor ekan. Ularning o'zlarining choy zavodlari bor ekan. Xitoydan choylarni to'g'ridan-to'g'ri olib kelib qadoqlab, O'zbekiston bo'yicha va qo'shni davlatlarga ham eksport qilishar ekan. Mana mana choy ekan-da, o'g'lim. Buni hamma biladi, ko'pchilik ichadi. Ichib ko'rganmisiz? Bundan tashqari restoranda turk taomlari, milliy taomlardan osh somsa ham bor ekan. Turk ovqatlari turk oshpaz tomonidan tayyorlanar ekan. Maraganskiy choy, atirgulli choy, jasmin choy, nokli choy, anorli choy, sirelli choy, daji banali choy ham bor ekan. Eng zo'r choyingni qaysi desangiz, siz Lojin joyini ichib ko'ring deyishdi. Qani ichib ko'ringlar-chi? Hidi ham приятный ekan lekin. Menyudagi choylar narxi 10 mingdan 30 minggacha ekan. Sotuvdagi quruq choylar narxi bo'lsa 20 mingdan 14 milliongacha bor ekan. Zo'ra. Har xil neobычный, podarочный, idishli, qimmat choylari ham ko'p ekan. Masalan, mana shu choy 14 million ekan kilosi. Zo'ra. Osh soat 11 dan 2 gacha bo'lar ekan. Achchiq choy yoqtiradiganlar uchun bu hozir eng trendga chiqayotgan choy ekan. Aytishlariga qaraganda bunaqa mazali iskanlar Namanganda faqat shu joyda qilinadi ekan. Restoranda bir kishiga o'rtacha chek 100 ming atrofida tushar ekan. Oilaviy keladigan bo'lsangiz 4-5 kishiga bemalol yetadigan mesnoy setlari bor ekan. Narxi 400 ming ekan. Manzil Namanganda eski yog' zavodining ko'chasida ekan. Yolmasdan shuncha so'm olganimizni qarang. Siz choyni yoqtirasizmi? Qanaqasi yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoni choyxo'r tanishlaringizga yuborib qo'ying. Erinmasdan Namangandagi choy havuzga bir yeb ketishsin. Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan Oolong choylarini damlab, birgalikda ta'mini tatib ko'ramiz. Daqiqa kutamiz. Judayam mazali. Hozir sizlar bilan Oolong Tea 30 choyini tatib ko'rdik. Sifati a'lo darajada. Undan tashqari Oolong kompaniyasida turli xildagi choylarni topsangiz bo'ladi. Masalan, rozali, xushbo'y hidli choy, Xitoyning eng elit choylari va sovg'a uchun turli xil idishdagi choylarni xarid qilsangiz bo'ladi. Oolong choylarini mana shu Namangan shahridagi Oolong restorandan xarid qilsangiz bo'ladi yoki-da O'zbekistonning turli hududlaridagi do'konlardan so'rasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Oolong Tea'da yangilik. Bizda ikki xil qadoqda yangi ko'rinishda choy chiqishni boshladi. Ko'rishingiz mumkin. C110 va C120 choyimiz. Bu paketning ichidagi choyi bilan birgalikda tanishamiz. Sizlarga C110 choyimizni tanishtirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Bu choyimizning sifati juda ham a'lo, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Sifati ham o'zgacha. Choyning suyqumi ham yo'q. Keyingi choyimizni tanishtirib o'taman. C120 choyimiz. Bu 9500 markali choyimiz, juda ham yirik ko'rinishda. Bu choyimizni ko'proq davlenangiz bor insonlarga ham tavsiya etib qolaman. Muntazam ravishda ichsangiz, davlenangiz juda ham normada yuradi. Bu choylarimiz haqida yaxshiroq yana ma'lumot olishni xohlasangiz, ushbu raqamga telefon qilsangiz, sizga batafsil ma'lumot berishadi. Oolong Tea'ni kuzatib boring. Salomat bo'ling. Oolong Tea'da yangilik 8810 jasmin choyi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun bizda yangilik o'sha mashhur 8810 choyimizning jasminligi endilikda sotuvda. Endi bu jasmin choyimizni birgalikda ochib, ichib ko'ramiz. Ketdik. Choyning ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Bu choyimizni asosan katta yoshdagilarga ichishni tavsiya qilaman. Davlenangizni tushirishga anchagina yordam beradi. Faqatgina Oolong Tea 8810 choylarini ichishni tavsiya qilaman.
Ushbu choyimizni sizlarga ham ichib ko'rishni tavsiya qilaman. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ob-havo juda boshqacha. Bizlarga yangiliklarimiz kelgan. Xitoydan maxsus fruktoviy choylarimiz kelgan. Ularni bir qator ko'zdan kechirib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana aytganimizdek fruktoviy choylarimizdan keldi. Mana 6 xil ko'rinishda keldi. Limonligidan, malochinli qora, malochinli ko'k, gulligidan, klubnayligidan keldi mana. Ko'rishingiz mumkin, barchasi Xitoyda upakovkalangan. Mana importli choylar va sifat ham juda a'lo darajada. Endi bularni birma-bir obzor qilmasak bo'lmaydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum choyshinavandalari. Bugun biz sizlar bilan choyning kelib chiqishi, ya'ni choyning tarixi va foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Choy tarixi Xitoydan boshlanadi. Afsonalarga ko'ra, miloddan avvalgi 2737-yilda Xitoy imperatori Shennong daraxt tagida o'tirib, xizmatkoriga ichimlik suvi qaynattiradi. Shu mahal daraxtning bir nechta barglari suv yuziga uchib tushadi. Taniqli o'simlikshunos Shennong xizmatkori tasodifan yaratgan damlamani totib ko'rishga qaror qiladi. Suvga tushgan barglar choy daraxtniki edi va hosil bo'lgan ichimlik esa biz hozir iste'mol qiladigan choy bo'lgan. Ko'k choy umuman olganda sog'liqqa foydali. Agar siz choyni yaxshi ko'rsangiz, lekin asosan oq, ko'k yoki qandaydir turini ichsangiz, ko'k choyga e'tibor qaratishingizni tavsiya qilamiz. Eng yaxshi va foydali choy bu ko'k choy hisoblanadi. Ko'k choyning foydalari: terini yumshatadi, immun tizimini ishini yaxshilaydi, qon bosimini pasaytiradi, saraton xavfini kamaytiradi, mikroblar hosil bo'lishiga qarshilik qiladi, qondagi qonni nazorat qiladi, o'pkani tozalaydi, mavsumiy allergik kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradi. Stressni kamaytirib, miya faoliyatini yaxshilaydi, organizmni suv balansini tiklashga yordam beradi. Og'iz bo'shlig'i, yallig'lanish kasalligiga foyda beradi. Sifatli choy narxi baland va foydasi ko'p bo'ladi. Ushbu barcha xususiyatlarni o'zida jamlagan Oolong Tea'ning keng assortimentdagi choylarini sizlarga tavsiya qilamiz. Bizdan uzoqlashmang va bizni kuzatishda davom eting. Sen choy berasan? Choy. Oolong choyi bilan qimmatli daqiqalar xotirjamlikda. Choy ichishni yaxshi ko'rasizmi? Tez-tez choy ichib turasizmi? Unda siz uchun menda ajoyib bir tavsiya bor. Oolong choylari 8810 tanadagi zaharli moddalarni va ortiqcha yog'larni eritish xususiyatiga ega. Ko'pincha tanadagi ortiqcha yog'lardan va semizlikdan aziyat chekadigan insonlar uchun muntazam ravishda oolong choylarini ichish tanadagi buyrak, jigar va boshqa organizmlardagi ortiqcha yog'larni haydashga yordam beradi. Oolong choylari sizni qon bosimingizni ham me'yorda ushlashga ko'makchi. Choy tanlashda adashmang. Aytingchi, bunaqa yutuqqa qanday erishdingiz? Men har kuni erta tongda turib, tabiatdan to'yib nafas olaman. Qolaversa, oolong choylari meni ilhomlantiradi. Oolong? Oling, choydan iching deyapman. Shamol sizni ismingizni qanday chaqirayotganini his qiling. Bir lahzalik xotirjamlikdan zavqlanayotganingizni tinglang. Oolong, siz sevgan choy. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Choyning esa mazasi ajoyib ekan. Bugungi ishimiz ancha unumli bo'ldi. Ha? Menga qara. Haligi choydan olmadingmi? Yo'q. Nega qarab turibsan? Menga ham o'zingga ham ol. Oolong choyi bilan qimmatli daqiqalar xotirjamlikda.
Siz ham mahsulotingizni shunaqa reklama qilib ko'rganmisiz? Sizga mana shunaqa roliklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilavering. Obunachilar, mana bugun Chay domikimiz ochilmoqda. Do'konimiz Toshkentda joylashgan. Ushbu do'konimizga Nafis opamiz tashrif buyurdilar. Kattakon rahmat. Avvalambor taklif uchun rahmat. Juda ham chiroyli choy domik tashkil qilsalar, haqiqatan ham bu yerga kelib juda ham ko'p insonlarga sovg'alar olishni rejalashtirib qo'ydim. Xususan o'zim ham olov choylarini doim sevib iste'mol qilaman. Rahmat opa. Hatto meni obunachilarim ham sevib iste'mol qilishadi. Rahmat opa, kattakon kelganingiz uchun ming rahmat. Olonti firmamizdan sizga atalgan sovg'amiz bor. Ushbu elitni toza choyimiz sizga opa. Rahmat. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ushbu do'konimizga siz ham tashrif buyuring va Olonti choylarining eng mazalilarini tatib ko'ring va olib uyingizga xarid qiling. Salomat bo'linglar. O'zbekistondagi eng qimmat choy unpacking va degustatsiya qilamiz. Sizlar bo'lsa uni narxini topib kommentariyga yozib ko'ringlar. Aniq narx videoning oxirida. Mazasiga gap yo'q. O'rtoqlar, agar sizlar ham haqiqiy Xitoyi toza ko'k choyni ichaman desanglar, Oolong kompaniyasi sizlar uchun maxsus yuqori sifatli ko'k choylarni taklif etadi. 8008, 8810, C20 va C30 choylari yuqori sifati, a'lo ta'mi va eng yaxshi xususiyatlar bilan sizlarni xursand qilishga tayyor va istalgan do'konlarda va yurtimizning barcha viloyatlarida, bozorlarda ushbu choylar mavjud. To'g'ri, ular arzon emas, lekin narxi sifatiga arziydi. Biz esa Oolong zavodiga borib ushbu choylar qanday olib kelinadi, qanday fasovka qilinadi, ya'ni qadoq qilinadi va yurtimizga yetkazib berilishi haqida video olib YouTube kanalimizga joylab qo'ydik. Eng oliy sifatli ko'k choyning narxi kilogrammi uchun o'rtacha $400 atrofida.
欢迎选择我们的乌龙茶。行过小周天，念咒加知觉。Assalomu alaykum aziz choy ishlamandalari. Bugun sizlar bilan choyning qanday yetishtirilishi va ushbu holatga kelgunga qadar qanday bosqichlardan o'tganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Choy yetishtirishning birinchi bosqichi. Choy butasi 5 yilda pishib yetiladi. Ana shundagina uning barglarini terib olish mumkin. Ikkinchi bosqich. Choy butasi hosili 1 yilda bir necha marotaba teriladi. Tropik mamlakatlarda esa ushbu ish yil davomida amalga oshiriladi. Ushbu terilgan barglar esa maxsus xaltachalarga solinadi. Uchinchi bosqich quritish jarayoni. Quritish jarayoni 2 xil usulda quritiladi. Birinchi usul quritish uchun maxsus yasalgan yog'och ramkalarda ochiq havoda tabiiy sharoitda quritiladi. Ikkinchi usul esa issiq havo purkovchi maxsus moslamalarda sun'iy usulda quritiladi. To'rtinchi bosqich navlarga ajratish. Quritilgan choylar yirikligiga qarab navlanadi. Buning uchun ular turli hajmli elaklardan o'tkaziladi. Natijada bir necha nav paydo bo'ladi. Beshinchi bosqich tatib ko'rish va baholash. Choyni qayta ishlovchi fabrikalardan kelgan namunalarning sifatini aniqlash qadoqlash fabrikasi degustatoriga yuklatiladi.
Hozir sizlar bilan choyning qadoqlanishigacha bo'lgan bosqichlarini qisqacha bo'lsa-da ko'rib chiqdik. Choy haqida ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.